Amerikaning sud mahkamasida ko'rganlarim. Adabiy xotira. Dildor Aziz. Yozuvchi Dildor Aziz Amerikada sudga tortilibdi. Bu yilqi Anlar bayramida Amerika Qo'shma Shtatidagi bir qism Uyg'urlarning, hatto dunyoning xeyli ko'p bir qism joylaridagi Uyg'ur qarindoshlarimizning bayramlik o'ltirish so'rovlarida chaqmoq tezligida tarqalayotgan xabar bo'ldi. Bu xabar meni tushundigan, meni yaxshi ko'rdigan va meni qadrlaydigan kishilarim uchun bir ko'ngilsiz xabar bo'lib, aniqki ularni andishiga solatdi. Meni ko'rmay turib o'sh bo'lib qolgan, meni tushunmay turib xiyollarga kelgancha baho berayotgan. Hatto men bilan bir qatim ko'rishim baxmay turib, menga jiroqdan o'shmanlik nazar bilan qaraydigan, men bilan hech qanday manfaat munosabati bo'lmay turibmi? Mening tomoshaimni ko'rish uchun hadislar mening mangan turg'anlarimni tinglab yuradigan bir qism kasalan kishilar uchun bo'libmi mening har bir muvaffaqiyatim uchun hasad o'tida otash bo'lib kuyib, puchilib, chuchuli bo'lib ketgan va shu sababdan bizni og'zida bo'lsa-mu oilamiz bilan qo'shib Amerikadan nalagidir haydab o'tmoqchi bo'lgan bechoralar uchun bu bir xush xabar edi. Shundaq, men sudga chaqirtildim. Bir oy burun, ya'ni 2016-yilning Analar bayram kuni qo'limga berilgan sudning chaqiriq qog'ozida mening sudga chaqirilganligim yozilgan bo'lib, uningga yana sud ochiladigan vaqt 2016-yili 6-oyning 7-kuni Çarşamba saat 1:30 o'tganda deb aniq yozilgan edi. Sudning o'rni Amerikaning Virginia shtatidagi Leysburg shahrida bo'lib, bu dalman saqchi tarafidan qonunga xiloflik qildi deb qaralgan joyga eng yaqin joydagi sud mahkamasi edi. Shunday qilib, men bekitilgan vaqtdan sal burunroq chaqiriqda ko'rsatilgan joydagi sud mahkamasiga yetib keldim. Sud mahkamasi kichkina va umoqqina kelgan qadimiy Leysburg shahrining markazidagi cho'rsi baraqsan o'sgan egiz chinor daraxtlari bilan qoplangan, atrofi rangarang gullar bilan purkangan, oldi tarafi egiz, hayvatlik, oq yumaloq to'riklik oq binodan o'rin olgan bo'lib, bu binoning ichiga kirib chiqayotganlarning chiroy ifodasi har xil edi. Ularning ba'zilarining qapoqlari jiddiy turilgan bo'lsa, yana ba'zilarining qapoqlari sangilgan edi. Ba'zilarining ro'y holati jiddiy bo'lsa, yana ba'zilarining kayfiyati xushal edi. Men kuyimchan o'g'lim Rustamjonning hamrohligida sud mahkamasiga keldim. Biz bir qator bexatarlik tekshirishidan o'tishdan burun saqchi xodimi qo'l telefonlarimizni udul tarafdagi tomga tiklab qo'yilgan, oshqishlari sangilab turgan temir ishkoplarning biriga selib quluplab, oshqishni elib olishimizni buyurdi. Biz shunday qildik. Ondan biz cho'ng zaldagi oq pishmoq kelgan 50 yoshlar chamisidagi kulgin chiroy saqchidan qaysi sudxonaga kirishimiz kerakligini so'radik. Shundaqla o'zimizning tunji qitim sudga kelganligimizni eskartib qo'yishni unutmadik. U qo'limizdagi sudning chaqiriq qog'oziga qarab qo'ymasdan, xuddi ko'ni tanishlardek bizga tushuntirishga boshladi. Uning inglizcha talaffuzdagi aniq bilinib turadigan ruscha shividan uningmi chet ellik ekanligi bilinib turadi. Andish qilmasanglar bo'ldi, dedi u bizning sal jiddiylashib qolganligimizni ko'rib. Menmi chet ellik? Menmi yeng kelganda hamma ishga jiddiylashib qaraydim. Mana qaranglar, sudning ochilgan vaqtiga yana texi 1 soat bor ekan. Sizlar birinchi sudxonaning oldida o'tirg'ash saqlasanglar bo'ldi. Sudxonaning oldidagi koridordan ichkari tarafga qarab mansanglar, u yerda hojatxona va qahvaxona qatorliqlar bor. U kishi shundoq degach, bizni atayin sudxonaning oldidagi o'rindiqqa boshlab qo'yib ketib qoldi. Biz shu birinchi nomerlik sudxonaning oldidagi uzun o'rindiqda o'tirdik. Bu mening Amerikaga kelgandan beri tunji qatim sud mahkamasiga kelishim bo'lib, har qancha o'zimni tutib olay desammi, kayfiyatim yanada jiddiy edi. Bu jiddiylashning chiroyimga chiqqani aniq edi. Agar shu topda men vatanda bo'lgan bo'lsam, aniqki bunchalik jiddiylashmagan bo'lardim.
Her qaysi sot məhkəmələrdəki savaqdaşlarım və dostlarım bilan bolğan bir qatımlıq dasturxon sorunda nurg'un məsələlərni özlügidən həll qilib ketkili bo'latdi. Biroq Amerikadək münasibətə emas, faqat qonununla kuchiga tayindigan dövlətdə yana kelib bu kishining yurtidagi musofirchilikda o'tayotgan kunlarimizda mayli har qanday kichkina bir ishmi kishiga bakmi ig'ir bilinib ketadigan. Atrofimdagi kishilarga diqqat qilib qaradim. Kishilarning hammasi degidek bu yerga advokatlar bilan, vakolatchilar bilan va yoki bir nechadan oila a'zolari bilan kelgan bo'lib, faqat menla ashu mehribon o'g'lim Rustamjon bilan kelgan edim. Aslida bugun cho'ng o'g'lim Rustamjonning haftada aram bir keldigan seshanbalik dam olish kuni edi. U meni deb o'zligidan shu dam ilishni qurbon qildi. Boshqalarning advokatlari, top-top urug' tuqqanlari yenda hamra bo'lsa, mening yenimda beshidan yetish o'tib baxmagan o'g'lim Rustamjonla menga xuddi tog'dek yulanchiklik rolini o'ynab, yenimda men xuddi pishqadam advokatlardek yo'l ko'rsatib, menga zo'r ishonch bilan umid ato qilgan holda hamroh bo'lib turadi. Yenimizdeki uzun o'rindiqda biz bilan bir qatorda o'ltirgan Dumchaq buvay o'rindan turib, qayergadir ketib qoldi. Orqadilla shu bo'sh o'ringa uftisiga qora kostyum burilib kiygan, bo'yniga oppoq ko'ynigining ustiga qiniq chilan ranglik galstuk taqib olgan, bo'yi egiz kelgan, qartallik, salopatlik bir erkish kelib o'ltirdi. O'g'lim bilan ikkimiz hurmat yusidan u kishiga boshlang'ich deb salom berib qo'ydik. Umu o'xshash usulda salomimizni ilib kelib, bizga salom qaytardi. Shu arliqda yenimdagi kishining bo'yniga esib olgan, xuddi biz burun kinolarda ko'rgan Ikkinchi dunyo urushi mazgildagi nemis askarlari bo'yniga esib olgan yo'g'on temir bulabqiga ko'zim tushdi. Biroq bu kishining bo'yindagisiga Amerika saqchilarining belgisi tushirilgan edi. O'g'lim menga tushundirib, bu kishi saqchi ekan, dedi pes ovozda. Shu chaqda u kishi biz tarafga o'rilib, tabassum bilan so'rdi. Sizlarmi dilo uchun kelganmi? Shunda qapandi, dedim men qo'limdagi sotning chaqirig'ini uningga ko'rsatib turib. Xonim, ismingizni deb beramsiz? deb iltimos qildi. Yiliq saqchi belgisini bo'yniga esib olgan kishi adab bilan. Ondan tushundirgan hisobda qo'shib qo'ydi. Chunki bugun men mush sotda 18 nafar kishining dilosini kechirim qilmoqchi. Agar sizning ismingizmi shuning ichida bo'lib qolsa, ta'lingiz o'ngdan keladi, dedi u. Men ismimni deb berdim. Biroq uning qo'lidagi tizimlikning ichidan mening ismim chiqmadi. Men azaldan ta'lilik inson. Dedim men ko'n odatim bo'yicha o'zimga tasalli bermoqchi bo'lgandek. Yiliqi saqchig'imi va o'g'limg'imi anglatib turib. Chunki bu mening nimani ish qilsam, kallam bilan o'yinib qildigan odatimning natijasi bo'lib, shu qilganlarimning xato emasligiga ishonganligim uchun. Men mush ishimgacha har doim ana shundoq o'zimga bo'lgan kuchlik ishonch tuyg'usi bilan yashab kelayotgan edim. Biroq o'g'lim yiliqi tizimlikdan mening ismimning chiqmaganligini ko'rib, nemishqidir ansirab qoldi. Orqadan u saqchidan so'rdi. "Efendim, agar biz sotqa kelmay, jarmonasini to'lsakmi bo'lamdi?" "Albatta bo'ladi", dedi saqchi. "Biroq hozir kechikdinglar. Jarmonasini sotqa kelishdan bir kun burun to'lishinglar kerak edi. Sotqa kelgandan ko'ra, jarmonasini to'labla qutulgan bo'lsak bo'pti-ekan, ha ana?" dedi o'g'lim xuddi o'zi qila oladigan bir ishni bajarish vaqtini o'tkazayotgani uchun afsuslangandek. "Yaqay bolam, men xato qilmagan tursam, nemishqa jarmon to'laydiganmiz?" "Undaqda", dedi yiliq saqchi menga yo'l ko'rsatib. "Agar shundoq deb qarsangiz, siz sotda o'zingizning xato qilmaganligingizni cho'qim ta'kidlab o'ting. O'zingizning gunohsiz ekanligingizni isbotlang." "Ma'qul efendim, rahmat sizga. Sizga omad tilayman xonim." Men saqchi qarab, tabassum bilan beshimni egib qo'ydim. "Bo'pti amsana", dedi o'g'limning oxiri. "Agar siz o'zingizning xato qilmaganligingizga to'liq ishonsangiz, sotning beshida